Assalomu alaykum. Men bugun Agrobank kasblarida oktyabr oyi uchun navbatdagi tadbirkorlar uchrashuvi nima masalalar bo'ladigan bo'lsa, kelib ro'yxat qilishingiz mumkin. Keling. Assalomu alaykum. Nima masala ekan? Tashkilotingiz nomi? Yozmani bozorchi Yo'riyev. Nima masala ekan? Telefon raqamingizni ayting. 88 229 84 84. Nima masala ekan? Kredit olishim kerak. Nima masala ekan? Qanday? Platformada hammasi o'tib kelgan, hammasi imzolangan. Qancha kerak bo'lsa, hozir nima aynan yem yoki nima urug' non Facebook anketalar shakllangan hozir shakllangan pulda partiyasiya chiqadi. Mana ko'taring. Keling. Selam. Benim modelim var. Fera hocam. Anladım. Şuraya bakacağım. Yemeğe kalkar. Da. Fera hocam. Siz bana kaldırdınız. 50. Bunlar 76. 57 82. Mesela ne oldu masraf etti? Onu halledip ya. Anlatın işte şuna. Valla. Kaça? Olur. Olmuş. 70 milyon. Sizga anketada shakllangan hozir platforma hammasi tasdiqlangan, to'g'rimi? Tamam. Hamma qo'ygan. Hozir shuni tuzib nima qilyapti? Bo'ldi, hozir anketa shakllanib bo'lgandan keyin partiyasiya chiqarish. Ha. Sog' bo'ling. Keling. Keling. Assalomu alaykum. Keling. Sizlar panji Emir xo'jaligi kreditlamoqchiman. 100 million. 100 million so'm. Maqsad nimada? Panel, quyosh paneli o'rnatish. Telefonni o'rnatib berishdan hozir biz yarmini berishyapsiz. Ha, yarim. Hamma institutda hamma shartnomalarni qo'yasiz, hamma davlat to'lovlari hammasi bo'ladi. Bo'ldi, hamma davlat to'lovlarigacha imzolangan bo'lsa, hammasi yarmi chiqarib berishadi. Keyin borib mantiq qilgandan keyin keyin chiqarib berishadi. Sog' bo'ling. Keling aka. Bu aka kerak. Selam. Dehqon xo'jalik. Nima bo'ladi? Rajab Mirzohid. Telefon raqamini ayting. 97 855 88 77. Ben 312 chiqarib ketmoqchisiz. Nima maqsad olmoqchisiz? Chorva. 100 million. Ha, shunday. Uyda mol boqish sharoiti bor. Bor. Mol boqish sharoiti bor degan molxona va yem qachonlardan bor. Bor. Boqolmadim deya qo'ydim, sotaman deb aniqlaylik. Yo'q, bor. Bor, hali to'lovga masala bo'lmaydi. Yo'q.
Böyle ko'rsatib qolamiz. Androidga tashlaymiz. Androidga ruxsat bersa, oldin kiritib olib xatolik bo'lgan bo'lsa ham bermaydi. Agar uni Android ruxsat bersa, o'shani keyin chiqaraveramiz. Pulni naqd bermaydi, ta'mirchi qo'shib beradi. Tushundingizmi? Kelganingiz uchun yana rahmat. Yana boshqa masalalarda murojaat qilish kerak bo'lsa, bemalol qonunda qilishingiz mumkin. Sog' bo'ling, rahmat.